Ko'p ham kibrlanib ketma. Qanchalik zo'r bo'lsang ham, kelayotganingni ularga bildirma. Doim kamtar bo'l do'stim. E'tibor tortmay yurish kerak. Kamtarim bo'l. Kibrga berilma. Bilasanmi, hamma narsani bilaman deb o'ylaydiganlar hech kimga yoqmaydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yangi karmusha geldik. Bu yerda 2 tabaqali temir eshigimizdan bir dona o'rnatib berdik. Bu neobычный stilda eshigimiz asimkoniy listlarda ishlab berdik. Zamoqlari hammasini hozirda batafsil tushuntirib o'tamiz. Sifati bilan tanishtirishsa yaxshi. Eshigimizni 1.8 lik asimkoniy list, shishalari kalyonli bo'ldi, ichkari taraflari gulli shishadan bo'ldi. Tashqari ichkari ko'rsamaydi. Zamoqlarga keladigan bo'lsak, zamoqlari Zuber zamok. Zamoqlari kashtvasi yaxshi. Addenina o'zini zamok qo'yib berdik. Bu koronadan zamokdan. Buni 3 yil bor, buni 5 yil bor. Eshigimizning sifati ajoyib, ichi shumka bo'lgan, steklovatlar dikilgan, hamma profildan steklovat dikib, ertang xudo xohlasa parlamentda atib sifatlatib ishlab berdik. Arka taraflari alikarbon. Zamokimiz uzundan dashorkalari bor. Zamokni ochib aylanishini sifatini ko'ring. Xudo xohlasa kim shunday eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana eshiklarimiz, uzamizning, bu yerlarimiz ham bor. Xudo xohlasa bog'lanasiz.